Әмді biz sizga bir ovoz anglatamiz. Bu ovoz sizga nimani eslatdi? Shundoq. Bu xuddi bir kishining ishini chekkanda chiqargan ovozga o'xshaydi. İnsanның quloqi olamdagi butun ovozlarni anglayolmaydi. 250 chastota bilan 3000 chastota orasidagi paranglashish chastota doirasini anglaydi. Buning ostidagi infrason deyiladigan bektuvan chastotadagi ovozlar bilan uning yuqorisidagi ultrasonik deyiladigan bek yuqori chastotadagi ovozlarni anglayolmaydi. Bu ovozlarni faqat mushundoq yuqori chastotalik ovozlarni sezalaydigan uskunalar orqali unga ilib bo'ladi. Bugungi davrda fan texnikaning taraqqiy qilishiga ergishib, dunyoda intayin yuqori chastotada ovoz chiqaradigan atmosferadan boshlab quyosh sistemasidagi ko'plagan planetlar chiqargan yuqori chastotadagi ovozlar xotirlangan. Bularning ichidagi eng qiziqarligi olimlar pulsar deb atagan. İsmi Qur'onda Tariq yultuzi deb tilga ilingan va uning bilan qasam qilingan bir yulduzdir. Shundoq, Tariq deb atalgan bu yulduz xuddi ishni chekkan odam chiqargan ovozga o'xshash bir ovoz chiqaradi. Bu ishning eng qiziqarli tarafi shuki, arabchadagi Tariq so'zining ishni qoqquchi ma'nosida bo'lganligidir. Tariq aslida Taraqa degan söz tomoridan turlangan ism fa'ildir. Taraqa so'zi bo'lsa bir ovoz chiqqudek darajada qattiq urush, so'qishdir. Buningga qaraganda Tariq asosiy jihatdan to'qmoq bilan urg'anga o'xshash qattiq urg'an va ishni chekkan degan ma'noni ifodalaydi. Buningdan 1400 yil ilgariki fan texnika bo'lmagan bir davrda ishni chekkuchi ma'nosida Tariq deb tonishtirilgan bu yulduzning bugungi davrda bayqalgan ovozining xuddi ishikchiki shaklida bo'lishini qandoq tushuntirish mumkin? Agar Qur'onni insonning so'zi desak, u chaqda payg'ambar alayhissalomning buningdan 1400 yil ilgari bundoq yuqori ovozlarni, yuksak chastotalarni sezadigan uskunalar orqali unga ilib, ondan buni Tariq deb atag'anligini qabul qilishga majbur bo'lamizki, yer sharida bu fikrni qabul qila oladigan hech kim yo'qdir.